Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men Isroil Bazbek. Sizlar bilan bu videoda Redis va Laravelning ikkinchi partini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Laravel bilan Redisni bir-biriga bog'lab, QE'larni Redisga olib o'tamiz. Xo'p, buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Redis deb official documentationni izlab ko'ramiz va bu bizga mana bu kutubxonani tavsiya qiladi. Keling, biz ham mana shu kutubxonani o'rnatib olamiz. Hatto kompozer qolib ketdi. Okay. O'rnatishni kutib turamiz. O'rnatib oldik. Yaxshi. Endi aytadiki, you may configure your applications Redis setting dotdi. Mana bu narsani qo'ydi. Demak, configdagi database PHP ga kiramiz. Database PHP ga kiramiz. Bu yerda mana Redis massivi bor. Mana shu yerga o'sha berganini almashtirib qo'yamiz. Yaxshi. Bularni qo'ydik, kutubxonani o'rnatdik. Endi envni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, envda birinchi bo'lib Redis o'zini configuration'iga qaraymiz. Bizga kutubxonaning nomi p-redis edi. Mana shu kutubxona edi, o'shani hisobiga mana bu PHP Redis emas, p-redisga o'zgartiramiz. Redisni hosti lokalniy mana shunaqa ishlaydi va Redisni porti mana men Redis run qilib qo'yganman. 6379 portida ishlab turibdi. Biz ham mana shu joyga shuni yozamiz. O'zi defaultni shunaqa bo'ladi. Undan keyin QE ni biz Redisga olib o'tmoqchi bo'lganimizdan keyin nima qilishimiz kerak? QE connection database da turibdi. Hozir QE'larimiz databasega saqlanadi, lekin shuni Redisga o'zgartiradigan bo'lsak, bu avtomatik Redisga saqlashni boshlaydi. Mana bu config ichidagi QE fayliga qaraydigan bo'lsanglar, connections massivining ichida, demak, mana shu Redis massivi bor bo'ladi o'zi. Hech narsaga tegishish shart emas. Okay. Endi bu saqlanayotganligini ko'rish uchun nima qilamiz? Bitta kelinglar job yaratamiz. Masalan, make job deymiz. Test job. Yaxshi. Endi mana bu jobni handle qismiga info qilib test job is running, ya'ni bu run bo'lganligini yozadigan, logga yozadigan kod yozib qo'yamiz. Men logni tozalab yuboraman. Yaxshi, bo'ldi. Endi kelinglar shuni ishlatamiz. Webga kiramiz. Mana shu yerga mana shu jobni ishlataman. Test job dispatch qilamiz va bu yerga aytamiz. Job dispatcher deb aytamiz. Okay. Endi kelinglar mana bu Laravelga kirib ko'ramiz. Bitta yangilab yuboraman. Job dispatcher. Bir marta qildim. Ikkinchi marta qildim. Endi Redis Insight dasturini ochib olamiz. Bunda mana tayyor database ulanmagan bo'lsa, mana sizlarda mana bu holatda bo'lishi mumkin. Add Redis database qilamiz, portini to'g'rilaymiz, add database qilamiz va ichiga kirib ko'ramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Laravel database queues degan bitta table turibdi, database turibdi. Mana bu joyni ochadigan bo'lsak, mana case valuelari turibdi. Buni ichiga qaraydigan bo'lsak, nima? Test job degan bizning QE'miz mana shu yerga saqlangan ekan. Demak, Redis bilan ulanishimiz muvaffaqiyatli tugadi. Endi jobni ishlatish uchun doimgidek artisan QE job deb qo'yishimiz kifoya. QE work edi, uzr. Demak, work deb yozishim bilan joyda run qildi, dan qildi. Va bu yerga kirib qarasanglar, bu o'chmagan. Mana buni bosish kerak, ya'ni yangilanishlar qabul bo'lishi uchun yoki avtomatik refresh qilish uchun mana buni yoqib qo'ysangiz, har 5 soniyada o'zi avtomatik refresh qilib turadi. Databasega chiqamiz, qaraymiz. Bu o'zi bombosh turibdi va siz buni ilg'amaysiz, shunchalik tez saqlab o'chirayotganidan hozir qaranglar. Bitta job yaratadigan bo'lsam, bunga kirib buni bosaman degunimcha ham u o'chib ketadi. Hozir mana ko'ramiz, bitta yangi deymiz, buni bosamiz. Mana uje nima qilgan, uje ishlab o'chirib tashlagan. Buni o'chirib tursangiz, keyin ko'rishingiz mumkin bu narsani. Ya'ni bu job ishlayotganligini o'chirib turib kiradigan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin, lekin bu tezligidan demak siz ulgurmaysiz. Endi job ichiga ham bog'liq, mana bu yozilgan logikaga ham bog'liq o'chib ketishi. Shunda ham lekin Redisga olib chiqib o'tib ketdik.
Yana mana bitta pub va sublarni ham kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun kelinglar bitta Redis fasaddan keladi. Buni qilishimiz mumkin. Publish qilishimiz mumkin. Mana test channel deb bitta kanal publish qilamiz va uni ichiga ma'lumotlarni yuboramiz. Endi nima qilishimiz kerak? Bu yerga kirib bitta yangilab yuborish mumkin. Va nima bo'ladi? Mana bu qismida o'zi nima qilishingiz kerak? Kerakli database ga kirasiz. Pub va sub qismiga o'tasiz. Subscribe ni bosasiz va mana shu yerga keladi. Endi yana bir marta qilib ko'ramiz. Mana ko'rasizlarmi? Laravel database test channel deb turib, foo va barlari kelyapti. Buni bu o'rtada vositachi bo'lib beradi. Xohlasangiz buni boshqa til yordamida ushlab olsangiz bo'ladi. Node.js da u yog'ini yozib, u yoqda ma'lumotlarni ushlab olishingiz mumkin yoki boshqa bir tilda. Bu o'rtada vositachi vazifasini bajaradi. Bir necha marta qilamiz. Ko'radigan bo'lsangiz, joy-joyda tez-tez mana shu yergacha kelyapti. Bu pub va sublarni mana shu yerdan ushlab olishingiz mumkin. Xotira 1 megabayt sarflayapti va joblarni ham mana shu yerga saqlab kelyapti. Mana bu ko'rmay uni bitta yanglab yuboramiz va bu yer ham bo'sh. Va mana bu narsa configuration qilib olganingizdan keyin shunchaki Redis qilasiz va kerakli natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Isroil va Azizbek bo'ldi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.